Burunning burunusida bir nodon podsho bo'lgan ekan. Bu podshoning ikki xonishi bo'lib, cho'ng xonish farzand ko'ranmaydi ekan. Kunlarning birida dal podsho shikorga chiqib ketganda, kichik xonish xo'shkizak bir o'g'il, bir qiz tug'ibdi. Buni ko'rgan cho'ng xonish hasadxo'rlik qilib, o'rdidagi yaqinlari orqali ikki balani küçükке aylandırıp etip, u balalarni derhal suğa tashlab etishga buyuribdi. Podsho shikordan qaytib kelganda, cho'ng xonish kichik xonishni küçük tug'di deb ayblab zindonga tashlab qo'yib etibdi. Shuning bilan cho'ng xonishning razil niyati amalga oshibdi. Lashkar bu qo'shkizak bolalarga ish og'ritib, daryoga tashlab etishga ko'zi qiymay, ularni salga tushirib, daryoga Sanglan, tayyorlik bitdimi? Bitdi aka. Sana lazımətliklərinin hammasını tayyor qilib qo'ydim. Rahmat sanglan. Men bu qitimda sal uzunda qaytib kelishim mumkin. Yaqindan buyon bu atrofda g'ayri hodislar yuz beryapti. Ishing bo'lmasa, sirtqa hargiz chiqma. Aka, xotirjam bo'l. Cho'qim sen deganda qilma. Haras. Men ketgandan keyin uydik o'tni hargiz o'chirib qo'yma. Buludu aka, sen o'zingga bakrak paxas bo'lg'in, o'rmonlikqa bak shikirlab kirib ketma. Ma'qul. Men degan gaplarni hargiz esingdan chiqarma. Ehtiyot qil. Men mangdim. Xo'sh. Xo'sh, baldura qaytib kelarsan. Akam ketgili xili kunlar bo'lib qoldi. Hozirgacha xabar yo'q. Sal ansirayapman. Biror ish yuz bermagan bo'lsa bo'ladi-ku. Qachon kelarsan aka? Abla, bu yerda o'ltiraverib qarong'i tushgunimni to'ymay qaptiman. Tez uyga kirib ketay. O't o'chib qolmasin yana. Ha? Nimanda qarong'i? O't o'chib qopti-ku. Asta, qanday qilarman? Akam o'tni o'chirib qo'yma degan edi. Biroq men nima qildim? Hay. Sirtqa chiqib atrofga qarab boqaychi. Ha? O tarafda nur ko'rinyapti-ku. Berib qarab boqaymi qandaq? Biroq akam bo'ldilar. Avval amal qilib o'tni yondiray. Andin bir gap bo'lmamdi. Assalomu mama. Bu kechda uyingizga kelib sizni avvar qildim. Keling qizim. Undaq emas. Siz kim bo'lasiz? Mama, men bu tog'ning ustidagi uyda o'ltirman. Mening ismim Maxtumsila. Akam o'g'i chiqib ketgan edi. Men akamning yo'lga qarab o'ltirib, uydagi o'tni o'chirib qo'yibdiman. Shunga sizdan o't so'rab kelib edim. Akam o'tni hargiz o'chirib qo'yma degan edi. Uy kiring qizim. Uy kirib qarashaylik. Bo'ladi mama. Rahmat sizga. Qizim, asli bu atrofda mendan boshqa odam o'ltirmaydi.
Siz okanız bilan bu yerga yangidan kelgan o'xshamamsiz. Shundaq mo'ma. Akam ikkimiz esimizni bilsakla bir iyiq bizni o'nkirdi beqib o'tibdi ekan. Biz shu iyiqning yordamida cho'ng bo'ldik. Bizni shu iyiq beqib cho'ng qildi. Necha yil ilgari bizni baqqan o iyiq qayrib ketganlik sababidan o'lib ketdi. Shunga akam ikkimiz o'nkirni tashlab, uzun yo'llarni besib, bu yerni loyiq ko'rib turib qoldik. Ha? Amsa okanızchu. Okanızning ismi nima? Akamning ismi Chintumir Batur. Biz akam o'q qilib topgan o'ljalari bilan jon boqamiz. Odatda akam o'g'i chiqib ketsa, necha kun aran qaytib keladi. Mana hozirmi akam ketgili xili kunlar bo'ldi. Tegiz qaytib kelmayotdi. Bek ansirab ketib barman. Mundaqdan qizim. Men bu uyda yolg'iz o'tirman. Agar xohlasangiz, okanız o'g'i chiqib ketganlarda biz ikkimiz bir-birimizga hamroh bo'laylik. Bo'lamdi? Bo'ladi mo'ma. Men shundoq o'ylagan. Biroq akam Qizim, necha yildan beri men yolg'izlikning dardini yetkicha tatdim. Men qayr mo'mayga ichingiz oxirsin. Qarang, men yomon odamlarga o'xshamaydiganman, ha? mo'ma, undaq demisizlar. Sizlar haqiqatan yaxshi odam ekanlar. Bo'ladi. Akam o'g'i chiqib ketganda ikkimiz bir-birimizga hamroh bo'laylik. Rahmat qizim. Endi men yolg'izlik his qilmaydigan bo'ldim. Men aytib berib, sizning uyingizni ko'rib kelay. Bo'ladi mo'ma. Biroq uyning oldiga kelganda Chintumir Batur uyda bormi? Arg'amoq iti eg'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Olg'ur burkiti o'g'zida bormi? deb bu qo'shiqni o'qislar. Men ondan sizlarga ishni ichib beraman. Bo'ladi qizim. Amisi men sizga o'tdan ozroq beray. Og'ash keting. Rahmat mo'ma. Men mangdim. Ati yo'llarga qarayman. Xo'sh. Xo'sh qizim. Men ata cho'qim boraman. Şu o'xshamadi. Qizim, men keldim. Ishni aytchi. Kiming sizlar? Men sizlarni tanimayman. Akam yot odamlarni uyga akirma degan. Darhol kessilar. Bu qizning nima dedi? Tunuydan bir chiroyli qarang'ashmagan edi. Qo'shiqni bir o'qib boqaychi. Chintumir Batur uyida bormi? Arg'amoq iti eg'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Olg'ur burkiti o'g'izda bormi? Qizim, bu men, mo'mingiz. Ishni ayting. Meni tanimadingizmi? Mo'ma, bu sizlarmi? Mana men hozir ishni ochay. Men sizlarning kelganliklarini faqat o'ylamabdiman. Kechirsizlar mo'ma.
bürkütümge ne boğandı? O ezelden bundaq ensiz sayrap bakmagan. Bu çoğun bir yamanlıktan bişaret berdi. Abla, sığınlımga bir iş yüz bergen okşamamdı. Çapa eti, tez öyge qaytaylı. Sığınlım için bolsun tez boğun. Biz onundan mı ayrılıp kalsak bolmaydı. Çö! Çö! Sığınlım, gözün aşkın. Nim boldu sana? Kim seni to'g'risi esib qo'ydi? Aka, sen ketgandan keyin men bexastalikdan o'tni o'chirib qo'ygan. Shunga tog' bag'rida o'ltirgan bir mo'maydan o't so'rgan edim. Keyin u mo'mayning gaplariga aldanib ketib, bizning uyni ko'rsatib qo'yibdiman. Atsa u mo'may uyga kelib, topinimni teshib, qinimni sho'rdi. Tamam, ağrıbattı da. Bu kim? Esit. Aslı akamın gibini almasam bo'pti ekan. Nemishqimi bu mo'mayning gibiga aldinib, eshikni ichib bergandimi? Endi akamni qayta ko'ralarman. Kızım, asli bu etrafta menden başka adam o'ltirmaydi. Siz okanız bilan bu yerga yangidan kelgan o'xshamamsiz. Nima? Mening singlimga chiqilish qilib ketingan u jodigar mo'mayni men cho'qim yer bilan yaksan qilib o'taman. Aytqina singlim. Jodigar nada turdi ekan? Men berib o'chingni olay. Aka, o jadigar mo'may arqa-arqadan 2 kun keldi. Bugunmi cho'qim keladi. Aka, u texi menish oldida bu ishlarni akangga dema. Bo'lmasa akangni bo'sh qo'ymayman dedi. Aka, bo'ldi barmag'in. Qo'rqma. Meni u unda oson o'ltiramaydi. Sen xotirjam yetib aramag'in. Aka, paxas bo'l. O ahvosda pek yomon ekan. Bo'ldi. Sen yetib yaxshi aramal. Akangga ishon. Men cho'qim u alvasining jinini olaman. Çintömür Batur uyida barmı? Argımaq eti eğil da barmı? Misran qilichi qo'ziq da barmı? Olğur bürküti ögüz da barmı? Qizim, bu men, mo'mingiz. Ishni eching. To'xta! Singlimning qinini sho'rgan jodigar senmi? Singlimga qilgan yomonliklaring uchun seni tiningdan judo qilaman.
Menimce meni öldürüş şundaq osanmikin deb o'ylading, ha? Qandaq? Qo'rqyaptam sen? Qo'y. Men degan 7 boshliq yalmavuz. Mening 7 beshim bor. Menga har bir bosh chiqqanda mening kuchimni shuncha eshib bordi. Qaraganda o'lgin kelgan o'xshamamdi. Akam chiqib ketgili hali uzun vaqt bo'ldi. Jodigarni o'ldirganmidim? Hey, hammani qilganman. Asli o'tga yaxshi qarab, o'chirib qo'ymsam bo'pti-ekan. Akam, men senga yuz kelolmayman. Akam, sening menda chekmagan jafoyim, qilmagan ishlarim qolmadi. Kechirgin. Aka, sana birər iş bulub qalmıslı bulatdığı. Navada şundaq bo'lib qalsa, men qandaqmı qilaman? Bu yerdə o'tiravermay, sirtqa chiqib qarab baqaychi. Yalmavuz, endi sening ajiling to'shdi. Men sening hozir 5-chi Chin temir bor tur. Bekli yomon dersin. Men uni ojizligini tutib olsam bo'ldi. Men uni qiychidan o'zimni qochiray. Yalmavuzning badanida xalit so'ngaklar paydo bo'lib qoldi. Amal qilib, qo'saq qismidagi ojizlik yeriga hujum qilsam bo'ldi.
Endi sal mudofiyada turib 7-beshin oladigan fursatni kutay. Çintimir Batur, qo'qlatgan o'xshamamsan? Biroq endi ketishdi. Hay! Hay! Ah! Ah! Bu alvasının axırqı beşi. Lekin bu alvasını texmi güçlənib ketyapti. Biroq men bu alvasını yo'qotishim kerak. Singlimga alvasını yo'qotganligimni o'z og'zim bilan deyishim kerak. G'ayrat qil, Chintimir. Singlimni faqat sen qutqiza olaysan. Hay! Hay! Hey! Hay! Hey! 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 Çintimir Batur, agar sen hozir menga taslim bo'lsang, bir qo'sh qiningdan ketishim mumkin. Uxlab tushing. Men Chintimir hargiz sana bosh egmayman. Sening qiningni sho'rab, qiynab o'ltirmaydigan bo'lsam, qarab tur. Hey!